Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar. Ufa, Perm, Yekaterinburg, Chelyabinsk shaharlariga kimda kim ketmoqchi? Sifatli, ishonchli avtobuslarimiz do'stlar. Bemalol bexijolat. Abu Sahiy avtovokzalida mana ikkita reysimiz podryad. Moskva, Kazan, Vladimir, Nijniy Novgorod shaharlariga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, Orenburg hamda mana Ufa, Perm, Yekaterinburg, Chelyabinsk shaharlariga kimda kim sifatli avtobusda davlat tomonidan qo'yilgan reyslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi. Haftada 2 marta reyslarimiz bo'lyapti. Seshanba hamda juma kunlariga Ufa, Perm, Chelyabinsk, Yekaterinburg shaharlariga, Sverdlovsk shaharlariga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar, bog'laninglar aka-ukalar. Hamda mana Kazan, Orenburg, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunga shunaqa sifatli komfortabilni avtobuslarimiz. Avtobusimiz shart-sharoitlarini tushuntirib o'taman. Avtobusimizda konditsioner, televizor, zaryadka hamda video nabliniyaniyamiz bor. 24 soat davomida xizmat qiladi aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar. Ishonchli, sifatli xizmatlarimiz aka-ukalar.